Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz chaqaloqlarda pishishni oldini olish va ularni uy sharoitida davolash haqida gaplashamiz. Birinchi qoidamiz bu: chaqaloqlar tagi doimiy ravishda quruq saqlanishi kerak. Ya'ni chaqaloqlarda, ayniqsa terisi hassos bo'lgan, allergiyaga moyil bo'lgan chaqaloqlarimiz taglarini taglik ishlatsak-da, ishlatmasak-da doimiy paxtali mato bilan quritib turishimiz kerak va taglik tanlaganda ham tez suvishmaydigan tagliklardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qoida bu влажный salfetkalardan foydalanmaslik. Imkon qadar влажный salfetkalardan voz keching, sababi har qancha bolalar uchun mo'ljallangan bo'lishidan qat'iy nazar, ular tarkibida yetarli darajada kimyoviy moddalar mavjud bo'lganligi sababli chaqaloqlarimizni allergiyaga moyilligini kuchaytiradi. Uchinchisi, har taglik almashtirganda bolalarimizni osti 3-5 daqiqa havoda tagliksiz qolishiga e'tibor qarating. Ya'ni bola qanchalik terisi yaxshi nafas olsa, shunchalik allergiyaga moyilligi pasayadi. Xo'p, bolajonlarimizda tish pishish paydo bo'ldi deylik. Ularni uy sharoitida qanday davolashimiz mumkin? Bu birinchisi o'zimiz bo'lgan iste'mol sodasi. Biz chaqaloq vannachasiga, ya'ni tog'orachasiga iliq suv 36-37 gradusdagi tana haroratidagi suv bilan to'ldirib, unga 2 osh qoshiq miqdorida iste'mol sodasi solib, bunga 10-15 daqiqa har kuni 2 martadan vanna qildirishimiz kerak bo'ladi. Bu mikroblarni o'ldirib, terini yaxshilashga yordam beradi. Ikkinchi usul bu olma sirkasi. Organik olma sirkasidan 1 choy qoshiq olib, toza paxtalik matoga shimdiramiz va bola o'sha zararlangan joyiga qo'yib qo'yamiz. To mato quriguncha bu turadi va bolani terisini yaxshilaydi va natijani tez orada kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchisi bu oddiygina qatiq. Barcha ayollar yuzimizni namlantirish uchun va tiklash uchun qatiqdan foydalanamiz. Bu bejizga emas, bu bolajonlarimiz uchun ham yaxshi samara beradi. Qatiqni ozgina olib, o'sha zararlangan teriga xuddi krem surgandek suramiz va bu o'z natijasini ko'rsatib, chaqaloq terisini yumshatadi va qizarishlarni davolashga yordam beradi. Faqat bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu moddalarni hali chaqalog'imiz tanasi tanimagani uchun, ya'ni oldin foydalanmaganligimiz uchun chaqaloqning qo'lini usti qismiga bu mahsulotlardan qaysi biridan foydalanmoqchi bo'lsak, ozgina surib ko'ramiz va natijani kuzatamiz. Agar terida hech qanaqa qizarishlar va diatez alomatlari bo'lmasa, bemalol bu usullardan foydalanishimiz mumkin. Va uy sharoitida har xil qizarishlar, achishishlardan chaqalog'imizni xalos qilishimiz mumkin bo'ladi.